siz o'quvchi va yoki ishlaydigan qiz bo'ling, atingiz ortiq vaqtim yo'q ham, qo'limda tuzukroq kirim bo'yim yo'q degan qizlar, bugungi mavgirimni shunchalik tafsiliy holatda olib keldim. Ishdan aldirab chiqqan vaqtinglarda 10 minutga yetmagan vaqtning ichida shunchalik chistay, oson ham chiroyli qilib ishdan chiqib ketalaysizlar. Menga o'xshash metoddan ayrilamaydigan qizlar, ya'ni o'xshash metodning ichidagi mavjud ikkita narsani ilib, anadagi shu o'zimizning metodni ilib suyni azroq silkib olgandan keyin shu narsaning ustiga qo'yib, qizlar o'zlarining ko'zini yo'g'a ichib metodimizni ko'zimizga taqib olamiz. Qaranglar, shunchalik oson holatda taqib etalaysizlar. Matrabmi o'xshash. Ko'zlarni yo'g'a ichib, o'zlarining qarchog'ining udosiga taqib olsanglar, o'zlarining metodisi shunchalik oson holatda taqildi. Ana keyin findiyeringlar berishdan burun o'xshashlar shu o'zimizning sho'rusi bilan, agar o'zimizning tetiy shansi, meni odat ishlatib qolsam, shu xondichuni bosh pomosi qizlar. Navada qulonlardan shunga o'xshash bosh pomu bo'lmay qolib qolsa, o'zlarining ishlatayotgan suvlar bog'i, to'g'rilarning ichidagi sho'runi berib olsanglar, yuzanglar bo'ldi. Ana keyin qizlar oldin qaytib chiqargan shu berimdan shu yuz chipi bo'lgan ahvollarni qanday o'ngshaymiz debsizlar. Chipi bo'lgan ahvol olib qolsa, avval shu bosh pomuni bir 2-3 ketib ko'proq holatda berib olinglar, yuzanglar bir oriyat olgandek berib olmay. Mana o'xshash aqaqdan 2 ketib 3 ketib berib olsanglar bo'ldi. Ana keyin yuzanglarga tekshi holatda sindirib olamiz. O'zimizga bosh pomon berib bo'lgandan keyin o'zimizning qo'lidagi tetishon va yoki o'zimizning ishlatayotgan juye degandek narsalarni berib olsak qizlar. Qancha aldirab ishdan chiqqan vaqtimizdami suz kirimdan qilib chiqsaqmi, lekin shunga o'xshash suv bilan tetishon degandek narsalarni bermasak, bu qon kirimimiz kashf bo'lguncha bardashlik berib bo'lmaydi, kashf bo'lg'ich to'jon bo'lib, kafon bo'lib bir narsa bo'lib ketadi. Shu tetishonni o'zlarining yuzining kafonligiga yo'laga quyuq holatda yeyitib bilan sindirib olsanglar bo'ldi. Bizning yuziga suv, anadagi tetishon narsalarni berib bo'lgandan keyin findiye basak bo'ldi qizlar. Mana berib bo'lgandan keyin yuzanglarmanda tutsanglarcha yumshoq holat keldi. Anadagi findiye basanglar yuzanglarga findiye holat son ketadi. Buga ishlatadiganimiz original Mao 125 nomerli findiyesi qizlar. Men findiyeni ishlatib yuribman. Yuzanglar tekshi holatda berib olamiz. Navbat qilinglarcha cho'tqa bo'lib qolsa, cho'tqa deb basanglar ham anday yaxshi. Lekin ishda aldirab chiqqan vaqtimizda qo'limizdan berib o'tganimiz yetmaydi. Agar qo'limizdagi quruq fimpo bo'lsin va yoki nam fimpo bo'lsin, o'zimizning fimpolarda meyimiz urib sindirib olamiz qizlar. O'zimizning findiyesi berib bo'lgan keyin qizlar aldirab ishdan chiqqan vaqtinglarda eng avval dinjon qilishdan burun sayxon, anadagi ko'z qapoq, sho'run degan narsalarni qilib olinglar. Anadagi sal turib dinjon qilsanglar ham ishtiklab tez suratda ishdan chiqib ketalaysizlar. Shunga o'xshash buga ishlatadiganimiz, ya'ni o'xshashlar bizning 7 sayxon qizlar. Mana 7 sayxon mendan bosh betga uni bashida avasanglar bo'ldi. Anadagi o'zinglarning yoqtiradigan rangi asosan rang berib olamiz. Biz hozir buga ma'fin sira holatdagi rangni berib olaylik. Mushni ikki anglarga anadagi qopqonlarning quyruq tarpi peshonimiz Bunimizdan uchi ikimiz degandek yerlarga berib olamiz qizlar. Berib olgandan keyin qulonlarga bo'lib bo'lsa va yoki shunga o'xshash cho'tka bo'lsa, bu cho'tkamizni yeyib olamiz. Qarang, shu yuran qilsanglar, pay sindirib berdim. Men qo'limga cho'tka qizlar, men turda olgan o'zinglar ash turdan avasanglar bo'ldi. Sayxonshar deb isanglar chiqdi. Andan keyin qaranglar, o'zini hech qanday o'zinglarning findiyesincha aketmaydi. Az cho'tkalar bilan shu sayxon basanglar o'zinglarning so'kigan moylardan tortib so'rab bir yerga aketadigan, lekin men qo'limga cho'tka qat'iy aketmaydi. Qaranglar, hozir men qopqimiz bilan sayxonning rangi birdeklam bir qitindan berib o'tdi degan gap. Burnimizning uchi, enkimiz. Anadagi qulonlarga mana o'xshash, shu sho'ron be qizlar ma'lum qapasi bir taraf bunda qolat chiqdi. Anadagi yana bir taraf oq telian ishlatishlar. Biz eng avval ma'l tarafda o'zimizning sho'ronsin qolamiz. Sho'ron qilgan vaqtlarda qishonlarning ostidan bunda qolat tushirib olsanglar bo'ldi. O'ttirdim. Mana anadagi qopqimizni oyoq tarafidan berib olsanglar, o'zinglarning mana qopoq uzra qizarib qolsa, ichiga shu so'qib beradigan sho'g'uz intayin yaxshi. O'sha cho'tkalar qolib qolsa, mush cho'tkalarda yuran qilib olsanglar bo'ldi. Mush o'zining o'rnidan cho'yib holatda yeyib olamiz. Qaranglar, yeysanglar shunchalik tabiiy jiran holatda yeyib ketalaydi. Andan keyin oq tarafida o'zimizning qopqoning oldini telian qilib olamiz. Yana kichikroq cho'tka bo'lib qolib qolsa, shu o'rnidan yuran qilib olsak bo'ldi. Mana qaranglar, hozir bizning sayxonimiz, sho'ronimiz, anki o'zimizning qopqoning rangi asosan tutib bo'ldi. Qanlarda dinjon to'ng'i bo'lib qolib qolsa, dinjon to'ng'ini cho'qim beramiz qizlar.
birimizde dinjon qilib berib qo'ygandan keyin o'zimizning shu jing ti dijonsi mushunda holat kasb bo'ldi qizlar. Anadagi ma qishinglarning shakli bo'lib qolib qolsa, mushunga o'xshash qosh cho'tkisida o'zimizning qishni bir qitim cho'tka olamiz. Ustidagi moynojuqlari degandek narsalarni chiqarib yetishimiz kerak. Anadagi keyin ash o'zinglarning qo'ldagi qosh qalamda qishinglarning nar kam bo'lsa, shu yana azroq sizib chiqarib olsanglar bo'ldi. Anadagi ma o'xshash odat ramega berishlik turgan qizlar ramega berib olsanglar andi yaxshi. Agar qulanadagi mavzu sayxonshani elib qizlar o'zinglarning shu sayxonsidagi rangni eplan, mushunda holatda o'zimizning qopig'ining usti anadagi mavzu sayxonimizni bir qitim jashan qilib olamiz. O'zinglarning qopig'i bilan o'zinglarning shu sayxonsini bir qitim bilan shol qilib olgan bo'lsizlar. Agar burnimizning uchi inkimiz. Agar qulanadagi shu ro'mpaning ichidagi mavzu ranglar qizlar o'zimizning o'chasini sip chiqarib olamiz. Yani mana o'xshash kichik inchga chiqqan shozlarni elib, mavrani elib, ko'zinglarni azroq shumsanglar, miyadan o'taninglar chiqadi. O'zimizning o'tan sizib chiqarib olgandan keyin sho'rma ichidagi mavzu oq ranglar qizlar o'tanimizning ustidan telan qilib olamiz. Agar quloqlarga kirpik yeydigan narsa qizlar shu kirpigimizning yildizidan usti tarafga qaritib, ching bir egayotgandan keyin ustiga azroq qilib yana bir qitim egib olamiz. Qaranglar kirpiginglar shunchalik payzalatda egib olasizlar. Suratda mavzu lekimizni elib qizlar laqta bir qitim ta'dib berib olamiz. Qaranglar mana. O'xshashlar o'zimizning osti kirpigini ravuz cho'tkal olamiz qizlar. Bekraf cho'tkal olsanglar yolg'on kirpik chaplashasiz. O'zimizning kirpigini shol qilib bo'lgandan keyin qizlar qulanlarga yenshambini elib, mushu yenja chiqarishni yoqtirgan qizlar o'zinglarning qopig'ining oldini yenshasini azroq to'ldirib olsanglar bo'ldi. Andan keyin qopig'larning mushu yenshalarini qilgan vaqtlarda o'zinglarning ko'zining mushu shakliga asosan yolg'on kirp mushu yenshani sizga vaqtlarda qopig'larning quyruq tarafida odat o'zinglarning yenshasiz usuli bo'yicha sizib chiqarib olsanglar bo'ldi qizlar. Andan keyin qizlar o'zinglarning qo'lidagi mushu ko'hmon ranglarda Ko'hon baga vaqtlarda amal va o'zinglarning sayxonsi anadagi shu ko'zinglar baga rang bilan tapiyalab chiqsin. Ko'honni sekab quloqlarda va yoki cho'tkada yetib olsanglar bo'ldi. Qo'llarimiz berib qilib bo'lgandan keyin qizlar shu kirimning hammadan muhim nuqtasi bo'lgan o'zimizning qo'lga ko'g'onimizni berish unutib qolsak bo'lmaydi. O'sha kichik shozlarda burnimizning uchi andan keyin ko'zimizning uchi cho'qim telan qilib olamiz ko'g'onda. Andan keyin qo'limizda qopig'imizning ostiga azroq berib olsak bo'ldi. Ikki anglimiz. Agar eng oxirida qizlar mana o'sha sanjavshab bo'lib qolib qolsa, mushurma ichidagi oq rangda ko'zimizning osti, burnimizning cho'rsi degandek yerlarni cho'qim telan qilib olamiz. Keyin peshonamiz. Andan keyin bugungi qizlar mushu shifinjon cho'mirjon bitdi. Hesabda. Agar bu hech qanday yolg'on kirib chaplamadim, yenshen sizib oldim. Agar yenshen sizni uqmaydigan qizlar o'zinglarmish oldin qitim shu bir qitim so'zga o'xshash, cho'tkada kichik qisqa holatga yenshen sizib chiqarib olsanglar bo'ldi. Andan keyin men shu vaqtim yetdi deb jajimo choplaydim degan qizlar jajimo choplab ishdan chiqsanglar bo'ldi qizlar. Amsa biz fashirimizni o'zgartirib olaylik.